Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men o'sha sizlar tanigan va tanimagan. Xullas o'sha Ramzisman. Ramzis Gamer. Do'stlar, bu videoda biz My Supermarket Simulator o'yinini o'ynaymiz. Qanday video roligimizdan boshlaylik. O'sha boshlab bo'ldik, to'g'ri. Bu o'yinni men oldin o'ynaganman. Zo'r o'yin. Sizlarga ham o'ynashinglarni tavsiya bergan bo'lardim. Ya bo'ldi, bilaman, o'rgatish shart emas, brother. Mayli, okey. Narx qo'ying deyapmancha. 1 2 yulduzcha, 2 ta yulduzcha zavoni yo'q, 4 ta qo'y. Yulduzcha deb zo'r aniq chaqmoqchi. Tushundim, ochish kerak, odamlar keladi keyin. Voy, yana o'rgatyapti. Yo'q, keling. Rat. Xo'sh, bir 4 ta olma oldi. 08 qaytarishim kerak ekan. Hop, opalar nima? Yo, bu savatida boshqasi ko'tarib turibdi-yu. Mayli, do'stlar, videoni boshlaysiz o'taman, kanalga obuna bo'lib, videoga esa shunday darhol like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu kanalimiz rivoji uchun ham, boshqasi uchun ham yaxshi. Degan umiddaman. Hop. Bo'ldi, narsa zakaz qilish kerak ekan endi. Okey, bitta, ikkita, uchta. Yo'q. Yetadi-yu. Bo'ldi. O'rgatma, bilaman. Tezlashtirdi. Ya, kerak emas o'rgatish. Mayli. Do'stlar, sizlar like bosib qo'yaveringlar videoga. Narx qo'yib oldik. Bularni qo'yamiz. Narx qo'yilgan. Yaxshi, opa kiring do'konida hamma narsa bor. Yaxshi. Eshit shekilli. Besh bir mana nima narx. Okey, unda hozircha ishlab olamiz. Men bunaqa bir serial bor edi-yu. Meni kalmar o'yini o'shandagi biratga o'xshar ekan. Qaysiligini bilmadim, lekin raqamlari Yaponiya plus bo'lsa opa yaxshi ekan. Yaxshi, prosta yaxshi. Men opa lekin точно puli ko'p boyman, bu o'yindagi narsaga qaraydi. Bu o'yindagi. Xo'sh. Narsa oldik. Bir boy ko'rinadiganlar kam narsa oladi, bir kambag'al ko'rinadiganlar ko'p narsa oladi. Nimadir keldi shekilli. Qani? Hammasidan kelib bo'lmadi. Endi hamma ochish kerak. Xo'sh. Opa, ko'proq narsa oling, odamni qiynamasdan. Savat to'ldirib keladi, menda yo'q narsalardan topib keladi. Lekin qarasa yo'q, bros. Do'stlar, Counter the Prank 7-qismi nimaga chiqmayotganligi haqida aytdim va o'zi Counter the Prank men aytgandimki, 8 qism bo'ladi degandim. Afsuski unaqa bo'lmadi, 6 qismli bo'ldi. Shu bilan Counter the Prank tugadi. Sababini esa Telegram kanalimda aytganman. Telegram kanalimda esa ссылкасы kommentariyada va podpisaniyada. Nimaga chiqmasligi haqida bilib olishinglar uchun mayli. Xursand bo'ladi, lekin bular. Mayli. Men bir hafta qarayman. Men bu davlat ishlaydi, qanaqadir. O'sha shuncha levelga keldi-yu. Men bir kacho ekan lekin. Kuchli qarab. Ichiga ham kirsa bo'lar ekan. Opalar chekmaymiz. Brat, Voy! Opa! Bu mening joyim. Kassaning oltin o'tib bo'lmay nimadir o'g'irlansa, siz javob berasizmi? Yana pastga olib. Brat, nariyoga boring. Qo'yingiz o'ynanglar. Bittaman narsa zakaz qilib olishim kerak. Bu narsa mana bitta. Yetib qolar bitta. Akva kerak emas, chunki unga pul yo'q hozircha. Bo'ldi, yetarli narsalar kelaversinchi. Ungacha biz savdo qilib turamiz do'stlar. Sizlar bo'lsa like bosib qo'yasizlar videoga. Shunaqa degan umiddaman. Bosib qo'yinglar, albatta. Opa plus ko'p o'xshayapti. Bir ikki so'm tashib ketgan ko'p. Dedi. Yomon. Brat, siz cho'ta ko'zimga yomon ko'rinasiz, bu ham kirdi. Men shu brat tizdan boraylikchi. Qayerga borar ekan? Ketdik. Birga boramiz, yuring. Ichizdan yurib boraman. Yuring, ketdik. Qayerga bu yo'g'a? Opa ham kelyapti mana shu tomonga. Mana buni qarasiz.
Nimadir buyurtmak. Brat qani? Daraxt ustiga chiqib oldim. Yo'q, oppa ketib qoldi mana shu tomonga. Yo'q. Oppa ham yo'qib qoldi. Tushunmadim. What the hell, bro? Anaqam kelib. Nima bu apelsinmi xullas o'sha narsa. Narxini, okey, давайте. To'xtalar voyga. Necha 9 yopiladi do'kon. 9 hozircha xalqni savdo qiladi, 9gacha yopib turishim nima. Mana basketbol bo'lmaydi desam, bir do'stam basketbol o'ynasam bo'ladi. Gracias, mana oling. Mana shu boy ko'rinadi, lekin bittaga narsa oladi. To'xtalar o'zi oson bittaga narsa oladi. Boshqa narsa bo'lsa oladi-da. Qo'lini yig'ib tursin. Ongacha ko'chani, mana ko'pqonini ko'chani olsin. Kimlar bir qaysi joyga ketib boradi? Давайте, mana shu tomonga boramiz. Ana opani. Oppalik. Brat yo'qib qoldi mana shu yerda. Eyvo. Oppa ham yo'qib qoldi, mana yo'qib qolar ekanman. Menga balo ham urmadi. Eyvo, nimadir ko'rmayapman. Mayli. Brat bu yoqqa bormay yo'qib qolar ekansiz. Bu yoqqa bormaylar. To'g'ri siqatga bu yoqqa. Bir xil odam. Yo'q, o'sha. Mana shu brat, mana shu yuz. Tani deylarmi? Qaysidir anaqaga o'xshaydi. Endi qaysidir multfilmdami, kinodami yovuz personaj bor. Eshin. Eshin ichidan o'tib ketdimi? Nima men o'tolmayman. Yo'q. Xatdan chiqdingiz, doda. Opa, mayli. Opa ham o'z kiradimi? Opa ham kirib ketdi. Men kira olmas ekanman, mayli ketdik. Biz mijozlarimizga qaraylik, narsalarni qo'yib. Hop, nima deydi? Kachok brat yana kelibdi-yu. Brat siz protein ko'proq iching, bu yoqdagi narsalarimiz. Zararli narsalar sotaman men. Faqat shu qoldi deyman, to'g'rimi? Hop, to'g'ri. Yashil kiyim opa. 207. Brat bu ham kachok ekan, lekin bu qanaqadir boshqacha kachok ekan. Boyaga men brat oxirgi kiyimdagi kalbosh banditlarga o'xshaydi. Kiyimi ham o'zi ham. Bopa. Hop. Brat men g'iybat qildim. Qo'li bilan ko'rsatib. Mayli. Qilib, bemalol. Surbotdan chumu. Yaxshimi eshitmaydi. 31-kunga 32 ta mijozga xizmat ko'rsatib, 32 tasida xursand bo'ldi hamma. Opa kiring, hamma prichoskani qaranglar. Sivr. Ne fırlıyor. Açkini iç koyuyorum. John Wick var o. Wick'miş. Nak tarafsız bunlar. Hoşuma kuz. Evet, mikrofonu. Bu açılış bekliyor. Çok hoş gelemiyor. Yoksa size gel bu oyunda oynarsak size giremem. Nasıl oyun? Hoppa, ana kızlar geç çıkarken. İlk kez öbürüm. Ekip bir oradan. Çok beğendim. Bir oradan. Taraf odam bilen yapıştık senin mahkemesi. Kılavuzlarına koyun. Vay tutmasın. Tutmaz. Neyse sen dersin olmuyordu lekin. Ya neyse nasıl 5'sin 100'sin sen dersin olmuyordu. Birsam olaveradi bular. Men masalan qalay, men ko'proq bera qo'yaman mana. Kamroq deydi 69. Bu yerda oldi. Endi 70 emas, mayli 70 bo'lsa. Xursand bo'lib, bizlarcha ketib qoladi, to'g'ri. Xullas, milisiya ham shunaqa edi. Milisiya ham shunday xursand bo'lib ketaveradi. Unga men nima oilasi, bola chaqasi bor, to'g'ri aytasiz. Just nima masala. Yana sizni qo'yib qo'yib qoldi, brat.
Opa 16.68 qancha? Xullas, kutib turasizlar deyman. Bir balo narsalar zakaz qilmoqchi edim. Va qochib, shapala urma. Bu narsa tugabdi do'stlar, tezlikda tugab qolyaptimi? Biznes do'konni kattaytiramiz hali do'stlar. Narsa ko'proq zakaz qilaylik ungacha. Choyda mana bu choy qimmati uni bitta, mana bitta. Bundan bitta, bundan bitta. Davay. Bulardan, bundan ikkita. 17 ming pul qoldi, 12 dollar. Opa nima qidiryapsiz? Nima qidirdingiz? Nima? Hozir keladi, ozgincha kutsangiz. Keladi xullas. Hozir bitta mijoz agar kelmasa norozi bo'lib ketaman. Minusga ishlaydi menga. Bilmadim qanaqa minus, lekin minusga ishlaydi bilaman. Mana shu birat har doim kamgina bittagina narsa olyapti. Opa qalaysiz? Hali anaqaga level 5 ga o'tmadim, ozgincha qoldi. 5-levelga o'tsa basketbol o'ynab kelamiz kechga. Go'mi? 5, davay. Yana o'n qo'shib bo'ldi. 5-levelga o'tdik. Давайте, mana shu joyga yetkazib, hozircha basketbol o'ynab kelaylik. Anaqa buyurtmalarim kelguncha. Chunki basketbol anaqa 5-levelga boshlab. Opa ketmay turing, hozir keladi. Yo'q, bo'ldi baribir. Keladi. Yo'qda bari eshik yo'q. Hemen. Mana qo'yib qo'ying. Kelib qolibdi. Tobini 1.99 ekan, donasi. Lekin nimasi? Mashina qo'las. Ketdim men naryoqda ozgincha basketbol o'ynayapman. Ha, brat. Yana men do'konimga sizdan. Ketdik. Hop, birinchi top. Tushdimi? Tushdi. Ya, qo'raman. Voy. Tushdi. 5 ta tushira olaman do'stlar. Tushadimi, tushmaydim. Taxmin qilib ko'raylik. Tushadi menimcha. Tushdi. Ikkita. Tushmadimi? Yo, tushibdi. Ham tushdi. Bitta yaxshi, 4 ta bo'ldi. 5 ta tushiraylik. Davay. Voy, yaxshi. Do'stlar, endi top topib ketamizmi? Sazо sekin keldi. Ketdik. Qani? Yerga kirib ketdim. Olib ketib bo'lmas ekanmi? To'xtaylar, boshqatdan. Yo'qib qolar ekan, unda otib yuboramiz mana shu tomonga qarab. Davay. Yana qaytib qoldi do'stlar. Bu top xususiy mulk ekan-da. Kimdir qanaqa bir ko'rinmas odam kelib top topib ketib qoldi. Qaytib ketadi, nimadir bor. Bo'pti, men anaqa mijozlarga xizmat qilay. Men ko'payib ketdi. Yaxshigina ko'p qolsalar-ku do'stlar. Akalar, opalar, xonimlar va janoblar. Hali do'stlar, sizlar like bosib qo'yinglar videoga. Albatta. Pro, nima gap qalaysiz boysiz? Necha marta kelish? Biroq sizchi? Buguncha ishlaylik, do'konda yopaylik, bugunchalik ishlab keyin. Soat 7 bo'lyapti, 20 ekan. Opa hozir kelib qolish kerak menimcha. Shu mana bu narsa bor faqat bizda hozircha. Buni ham bir 179 ekan. Jabr qimmat emas ekan bu. Ozgincha pul qo'shib qo'ymatiga. Mana nima bu? Bu anaqa pullar bu. Balobatdir. Mana shu narsa bo'ldi opa. 89. Ya to'rt. Yaxshi, brat telefon ko'rmaysiz, mana qarang. Navbatingiz keldi. Top 99 davay yaxshi. Brat 211 da uj do'konni yopish kerak edi do'stlar. Vaqt bo'ldi, hamma ketsin bo'ldi, uyiga tepa to'yga deydi. Narsam qolmadi, birovlar. 211 zakaz qilib qo'ydim, hali keladi. Sochdi. 211. Yaxshi emasmi, brat? Ko'p berib yuboraman. O'zimga chiqmas ekan. Nima olganda? Mayli, men sizga. O'zing so'm emas ekan. So'm emas, bu dollar-ku. Bo'ldi menimcha, kun tugadi. Bitta o'xab turaylik. Men nimalar qildim? 33 ta, voy. 3 tasini xafa qilib qo'yamiz bir ikkinchi kunda. Ikkinchi kunda, yo 3-kun ekan. Bugun 3-kun, hali 2 marta kech bo'ldi.
Xullas do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga rahmat va kommentariyga omad so'zini yozib qoldirishni esdan chiqarmanglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga albatta like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat va xayr.